Assalomu alaykum qadrdonlar, navbatdagi mashinamiz mana Damas. Mana ko'rib turganingizdek, mana shu joyda pajaq ekan. Oldi eshikning tagi. Bilis. Mana bu taraf ham xuddi shunaqa, shu oldi eshikning tagi. Mashina kraska qilamiz. Keyin mana orqa kirlar. Orqalarni tagini kraska qilamiz. O'zi bir qancha shpoilovka qilib, mana qilingan ekan o'zi holati. Shuni chahlab tashlab, shpoilovka qilib, tekislab, kraska qilib beramiz. O'zi ba'zi holatlar ham o'ta zo'r emas, lekin shu amalga bezrayib qolganligi uchun bitta podirovkada yurg'izib beradigan bo'ldim, yaltiratib chiroyli qilib. Polностью hamma yoqni o'sha chiroyli qilib. Bilasizlar, bitta podirovka yurg'izib olsa ham o'sha chiroyli bir o'zgaradi. Shunaqa qilib beriladigan bo'ldim o'shani. Shunaqa gaplar, bamper boshqa almashtiramiz, bamper deb kelganlar. Oldi bamperni. Shunaqa kuzatib boringlar. Mana damizimiz ham xudo xolisi tayyor bo'ldi. Videoga anaqa men kechagina kechgacha ishlab tayyorlab qo'yganman. Endi xudo xolisi kraska qilaman bugun. Shunaqa litr gruntov sepdim bo'ldi. Bunaqangilar ko'p ishlashga kelishib anaqa qilinmagan. Chunki mashina holati ham juda abgor. Ancha-munchagina abgor, lekin men kraska qilgan joyim inshaalloh вообще chotka bo'lib zo'r bo'ladigan. Ajrab turadi. Nihoyatda chotka bo'lib bu. Biz mo'sha chang holati turibdi. Mana bunaqa joylarni ko'rsan, mo'sha o'zi o'ta abgor holatda. Endi bitta bor mashina ishlab turgan mashina. O'shanga har holda bunday chiroyli bo'lib qoladi. Mashina holatini mana ko'ringlar. Juda zo'rlab ishlaydigan emas-da. Pulga ham shunaqa yengil kelishilgan. Endi bundan baribir qarab chiroyli qilib yurmasa ko'cha-ko'yda bo'lmaydi deydi. Damizim ham kraska sepib boshladi, damazi ham mana xudo xolisa o'zi ismi tushib qoldi. Tez videoga olamiz mana. Aytganda, gruntov sepmaymiz buni, yengil ixcham. Tezgina ishlab, tezgina kraska. Bir silo sepib qo'ydim. Podbor zo'r mana ko'rsizlar. Klass chiroyli podbor qilgan. Xudo xolisa barcha ishni sepamiz. Yuvib, atib tozalab, yig'ib, bir qator podirovka qilib qo'yamiz, yaltiratib. Chiroyli bo'ladi qoladi. Mana shunaqa ishlab turibmiz hali. Ko'rib turganingizdek. Mana, xudo xolasa kraskalar ham bo'ldi mana. Klass. Chiroylab sepib qo'ydim. Aytdim, ko'man sepgan joyi chiroyli bo'lib qoladi. Mana xudo xolasa chiroyli bo'lib qoldi. Hop, endi gazetdan yechib tashlab, oldi bamperni qo'yib tursam, brizgavey yeb kelganlar, taglarga to'rtta brizgavey qo'shilib qo'yib beramiz. O'qalla yo'q. Yaltirashlar yomon emas, yaxshi. Xudo xolasa ba'lari bunaqa bezayib turibdi. O'zi bitta yuvib tozalab turibdi, podirovka yurg'izib yuboramiz mashinada qilib ertaga. Bu yig'ib qo'ytirsak, qursa, mana shunaqa ishlar bo'lib turibdi. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love. Mana bir siloda o'zi. Bir silo qilamiz hozir. Mana yengil qilganimda ham mana shunchalik zo'r ochildi, kursilar. Yaltirash bu rangi ham ochilib chiroyli bo'lib qoldi. Bu taraflar rang. Sen bag'ga nisbatan mana bezrayib boshqa bo'lib turibdi. Endi qanchalik ko'rinadi, mana o'zi tashqariga ham chiqaman, o'shani cho'tka ko'rinadi. Ha, effekt bor baribir. O'zgarish ancha bo'ldi malak. Zo'r bo'ldi o'zgarish. Assalomu alaykum, yana bir bor qadrdonlar, xudo xolisa mana mashinamizda mana bitib chiqdi. Ponni podirovka qilib yubordim atganimda. Chiroyli bo'lib. Ranglar ham chiroyli bo'lib ochildi. Nihoyatda go'zal bo'ldi. Mana eshikning tagini kraska qildim, ikkita oldini. Bag'ini qilmaganman. Nari taraf orqasini qildim.
Ortalab orqa kirlasip. Zo'r, yengil padirovka qilib bitdim. Juda chiroyli bo'ldi. Mo'shdan o'ta tugagan-da, mana yaqindan ko'rsang mana. Zona qarasang chiroyli. Lekin yaqindan qarasang o'ta tugagan mo'shna. Bir necha martalab bu mo'shna pajaqlar bo'lib, to'ntarilib, boshqa bo'lib, avariyaga uchragan mo'shna. Lekin yuribdi, manzilga olib borib, manzilga olib kelib xizmat qilibdi, lekin yana qilaveradi xizmat. Mana shunaqa gaplar. Kimga shunaqa ishlar kerak bo'lsa, bemalol murojaat qilishinglar mumkin. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Kelasi videoda ko'rishamiz.